Bugun biz G'allaorol tumani 56-maktabda Yoshlar ishlari agentligi bilan hamkorlikda o'sib kelayotgan yosh avlodning bilim darajasini sinash maqsadida ijtimoiy rolik tayyorladik. Bu roligimizni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilib qolaman. Amir Temur kim bo'lgan? Amir Temurmi? Amir Temur shu davlatlarni bosib, shu jangchi, shu janglar uyushtirgan. Ikkinchi savol mantiqiy bo'ladi. Yugurish musobaqasida sen yugurishda ishtirok etyapsan. Ikkinchi odamni o'tib ketsang, nechinchi o'rinda bo'lasan? Ikkinchi o'rinda bo'lasan. Uni bola yutdi. Bu sizga bilimingizni oshirish uchun kitob. Rahmat. O'qing faqat, xo'pmi? Bo'ldi. Amir Temur kim bo'lgan? Amir Temur jangchi bo'lgan. Jangchi bo'lgan. Qaysi millatga mansub bo'lgan? O'zbek millatiga. O'zbek millatiga mansub bo'lgan. Ikkinchi savol mantiqiy bo'ladi. Yaxshi o'ylab javob berasan. Sen yugurish musobaqasida ishtirok etyapsan. Ikkinchi o'rindan o'tib ketsang, sen nechinchi o'rinda bo'lasan? Ikkinchi o'rin. Ikkinchi o'rinda bo'lasan. Tabriklaymiz. Senga ham Amir Temur kim bo'lgan? Men 6,5 maylisim bor. Ingliz tilida javob bersam bo'ladimi? Bo'ladi. The Amir Temur was one of the best leader in the world who almost conquered half of the world. He was born in the 1036 and his mother's name was Takina Hanım and the father was Amir Taragay. Amir Temur had one of the best strategy in the world, and he was able to conquer most of the land. Unfortunately, he died on his way to China. If he didn't stop, he would have got the whole world. Ikkinchi savolimiz mantiqiy bo'ladi. Mantiqiy savolimiz, siz sport musobaqasida qatnashyapsiz. 10 kishisizlar. Ikkinchida yugurib ketayotgandan oldinga o'tib ketsangiz, siz nechinchi o'rinda bo'lasiz? Well, I have heard this question a lot before, so my answer will be second place. Hozir bergan javoblaringiz endi o'zbek tilida ham ozgina aytib o'tib Xo'sh, ketsangiz. birinchi so'zlagan nutqimda men Amir Temurning tug'ilgan yillari, ota-onasi va uning asli kim bo'lgani haqida so'zladim. Ikkinchi savolimga esa javobim ikkinchi o'rinda edi. Ikkinchi o'rinda siz g'olibsiz. Men ingliz tilini bilmayman, biladiganlar uzoqlarda to'g'riligini bilan yozib ketasiz. Bu sizga. Yoshlar ishlari agentligi bilan hamkorlikda sizga kitob sovg'a qilamiz. Faqat savollarimga javob berasizlar, xo'pmi? Necha sinfda o'qiysiz? 6. 6-sinfda. Tarixda Amir Temurdan o'tgansizlarmi? Amir Temur Yo'q. hali o'tmagansizlar. Bu savolimiz boshqacha bo'ladi. Birinchi sizga beramiz. Siz musobaqada qatnashyapsiz. O'sha musobaqada ikkinchi o'rinda ketayotgandan o'tib ketsangiz, siz nechinchi o'rinda bo'lasiz? 1. Mantiqiy. Birinchi o'rinda ya. Sizga men boya hozirgi savolim. Birinchi 10 ta kishi bo'lib musobaqada ishtirok etyapsiz. Ikkinchi o'rindagi raqibingizdan o'tib ketsangiz, nechinchi o'rinda bo'lasiz? 1. Yo, 2. 2. Sizga ham shu savol. Nechinchi? 2da bo'lasiz. Sizchi? 2da. Endi xafa bo'lmaslik uchun hammasiga beramiz, ilojimiz yo'q. Siz bitta siz adashib qolganlar hammasi yutdi. Ne sizga? Bu sizga o'qiysizlar, faqat o'qingsizlar, xo'pmi? Bu sizga. Mana. Yaxshi o'qingsizlar. Birinchi savolimiz. Sen sport musobaqasida ishtirok etyapsiz. 10 kishi ishtirok etyapsizlar. Musobaqada ikkinchi o'rindagidan yugurish musobaqasi bo'lyapti. O'tib ketsangiz, siz nechinchi o'rinda bo'lasiz? Ikkinchi o'rinmi? Ikkinchi o'rin bo'lasiz. Bir kilo paxta orimi, bir kilo toshmi? Teng ekan. Bu hammasi bilimli-ku. Sizga tarixdan savol bersam bo'ladimi? Alisher Navoiy kim bo'lgan? Shoir. Shoir bo'lgan. Qarsa chalib qo'yinglar bolalarga. Молодец. Mayli. Yana bir o'quvchi keladi, o'zidan ruxsat so'rab, xudo xolasa video olamiz. Singilcha yaxshimisiz? Charchamaysiz? Va alaykum assalom. Sizga biz Yoshlar ishlari agentligi bilan hamkorlikda bilim darajasini sinash maqsadida konkurs o'tkazyapmiz. Bir ikkita savol beraman, rozimisiz? Qarang, birinchi savolimiz Ibn Sino kim bo'lgan? Tarixiy. Ibn Sino tibbiyot olamidagi eng mashhur olimlardan biri hisoblanadi. U Turkistonda yashagan va Tib qonunlari nomli asar yozgan. Bu asar nafaqat o'tmishda, balki hozirda ham Yevropa va vatanimiz olimlari
bilan shu asar bo'yicha ishlab, undagi ma'lumotlardan foydalanishi. Siz az ko'ryapman, boya ham ko'pchilikka savol berib, bu savolimiz qisqa bo'ldi. Siz juda ham ko'p to'liq ma'lumot berdingizda. Siz biron bir sertifikatga, biron narsaga egamisiz? Ha, tarix fanidan, ingliz tili va ona tili fanlaridan sertifikatga egaman. Sertifikatingiz bor. Bo'lmasa sizga sal og'irrog'ini beraman. Rozimisiz? O'zbekiston tarixida buyuk insonlar kimlarni bilasiz? O'zbekiston tarixidagi buyuk insonlar Beruniy, Ibn Sino, Amir Temur, Alisher Navoiy. Bu insonlar Turkiston, bizni vatanimizni, Turkistonni, dovrug'ini butun dunyoga tanitishgan. Ularning yashab o'tganiga necha asrlar bo'lsa ham, ularning asarlari haliyam o'rganilib kelinyapti va UNESCO, BMT kabi mashhur tashkilotlar tomonidan ularning ijodiy merosiga katta qiziqish bildirilib, xotiralari abadiylashtiriladi. Endi mantiqiy savol beraman. Rozimisiz? Mantiqsiz siz sport musobaqasida ishtirok etyapsiz. Ikkinchi o'rinda yugurib ketayotgandan oldinga o'tib ketsam, siz nechinchi o'rinda bo'lasiz? Ikkinchi o'rinda yugurib ketayotgan odamda ikkinchi o'rinda bo'laman. Ikkinchi bo'lasiz. Siz yutdingiz. Sizga tabriklayman. Rahmat. Do'stlar, bu ijtimoiy roligimiz tabiiy bo'ldi. 56-maktabda bunaqa bilimli yoshlar haqiqatan ko'ryapsiz. Juda ham ko'p ekan. Men hayronman. Keyingi maktab qaysi bo'lishini kommentariyada yozib ketasiz.